Assalomu alaykum hurmatli ahli Samarqand. Mana sizlar so'ragan kvartiraga keldim. Hozir 2 xonali xonamiz 60 kvadrat bo'lib, narxi 59500 yevro remont qilingan. Mana shu prixoshkadan kiraverishda, даже podyezdlarni ham natijnoy patolog qilib qo'yganlar akamiz. Eshikdan shunday kirganimizda o'ng qo'limizda mana shunaqangi garderobni zona va dahshat qilib qo'ygan. Xudo xolasa birinchi zaldan boshlaymiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Zalni o'zi juda ham havlinikida, juda ham katta, yangi televizor, lyustralarni va shu zo'rni qilib qo'yganlar. Batareya ham bor, konditsioner ham qo'yganlar akamiz. Bu birinchi xonasi kattagina zal, ana endi ikkinchi xonasiga o'tamiz. O'zi prixoshkani o'zgacha dizaynga ega bo'lgan, elektriklari hammasi yevro qilingan, yangi, qarochi. Ikkinchi xonasi mana shu spalni. Spalnida kiraverishda duxspalni divanni eng zo'rini qo'yganlar. Patologimiz natijnoy lyustrani zo'rini qo'ygan. Termozona o'zining shkofi bor. Bu xonamizga ham televizori bor. Kvadrati 60 kvadrat bo'lib, bu xonamiz narxi 59500, ya'ni ipotekaga ham iloji bor. Bu sanuzeli bo'ladi. Kalyonni kafil zo'ridan qilgan, hatto sushilkalargacha, sensorni mana shunaqangi oynalargacha qilib qo'yganlar. Rakveni, vanna, stralniy mashina, indezit eng zo'rini qo'yganlar. Uje podключенный ishlaydi. Unitazni zo'rini qilib qo'yganlar. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxnini sizlarga ko'rsataman. Kuxniga gap bo'lishi mumkin emas. O'zi kiraverishda mana shunaqangi chiroyli bitta eshik qilganlar. Eshikni ham krashini eng zo'rini qilib qo'yganlar. Kiraverishda mana shu chap qo'limizda o'tirib ovqat yeydigan trezasi bor. Mana bu taraf kuxni bo'ladi. Vahshat gap bo'lishi mumkin emas. Eronniki zo'rini qilib qo'yganlar. Duxkonturli katyolimiz ham bor. Qarochi, bu xonamiz 77-sera deyiladi. Gap bo'lishi mumkin emas sifatiga. Qarochi, ipoteka olmoqchi bo'lganlar 25900 atrofida mana shu xonamiz ipotekaga chiqadi. Naqdga olaman deganlar uchun 59500, yana ozgina savdosi ham bor. Pastda nomer qoldiramiz, so'rashni aloqaga chiqinglar.